Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 12 mart 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 22 so'm 37 tiyinga tushdi. 1 AQSh dollari 2135 so'm 76 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,213,576 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1,4% ga tushdi. Yevro 98 so'm 88 tiyinga tushdi. 1 yevro 14,067 so'm 77 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,406,777 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 4,1% ga tushdi. Rossiya rubli 58 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 40 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 153,400 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3,9% ga tushdi. Xitoy yuani 3 so'm 13 tiyinga tushdi. 1 Xitoy yuani 1765 so'm 92 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Xitoy yuani 1,765,920 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Xitoy yuani 0,9% ga tushdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 15 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 79 Rossiya rubli 11 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7911 Rossiya rubli 19 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2,6% ga oshdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.